4-5 yil oldin tajribali treyder bo'lish barchaning orzusi edi. Tajribali treyderlar grafikani soatlab analiz qilib o'tirardi. Lekin texnologiyalar rivojlanib ketgan bir paytda sun'iy intellekt soniyalar ichida bozorni analiz qila oladigan darajaga yetdi. Bugun men sizlarga Telegramda ishlaydigan trading botni ko'rsataman. Bu bot Pocket Option uchun 90% aniqlikdan yuqori bo'lgan signallar beradi. Bot qanday ishlashini bilmoqchi bo'lsangiz, videoni albatta oxirigacha tomosha qiling. Hozir uning signallari bilan kichik balansim bilan foyda qilib ko'rishga harakat qilaman. Xo'p, savdoni boshladik. Balansimizda 350 ming so'm mavjud. 350 mingda hammasi bilan savdo qilamiz. Signal so'raymiz botdan. Bizga keragi bu yerda yevro va USDT kerak. Bot signal bermadi. Yana signal tugmasini bosamiz bunday vaziyatda. 4 daqiqa bu juda ham ko'p. Xo'p, sotishga 1 daqiqalik signal berdi. Xo'p, men bu holatni tushuntirib beraman. Har doimgidek o'tgan videolarda ham bunaqa holat sodir bo'lgan bizda. Xo'p, nega bot signal yo'q deb qoladi? Bir vaqtning o'zida juda ham ko'p inson foydalanganligi sababli bot signal yo'q deb qolishi mumkin va bunday holatda shunchaki yangi signal tugmasini bossangiz bo'ldi va bot har doimgidek signal beradi. Bo'ldi, bunda hech qanaqa muammo yoki nimadir yo'q. Shunchaki bir vaqtning o'zida ko'p inson foydalanadi va bot signal berishga ulgurmay qoladi. Shunchaki yangi signal tugmasini bosasiz va muammo hal. Xo'p, bizni bu yerda 20 soniya vaqtimiz qoldi. Kuzatib turamiz. On soniyadan kamroq vaqtimiz qoldi. 5, 4, 3, 2, 1 va o'zingiz ham ko'rishingiz mumkin. Birinchi ochgan сделкamiz muvaffaqiyatli yakunlandi va botdan signal olamiz. Xo'p, sotib olishga 2 daqiqalik signal berdi. 2 daqiqaga to'g'rilab сделка ochdim. Xo'p, kuzatib turamiz. Xo'p, men yana hayotimda bo'lgan bir qiziqarli voqeani aytib bermoqchi edim. Qiziqarli voqea emas, endi bir voqea. Xolos. Men 17 yoshimdan oshganimda, xolos, ofitsiantlik qilib ishlardim. Toshkentda ofitsiant bo'lib ishlab yurardim. O'zim qiziqib, ham o'qib, ham ofitsiant bo'lib ishlab yurardim. Xolos, bir kun endi men alkogolli joyda ishlaganman, ya'ni pivo va har xil viskilar sotiladigan joyda. Xo'p, ishlab yurgan vaqtim bir marta bar yopilishiga oz qolgan. Endi u zona oddihi edi, u yerda mehmonlar qolsa ham bo'lardi. Xo'p, yopilishiga oz qolgan bir toshkentlik zo'r bitta aka kelgandi. O'sha bilan zo'r gaplashib, zo'r boy absujat xizmat ko'rsatib yurgandim. Xullas, keyin bir xotinlar juda ham kechikib kelgandi u yerga. Xullas, tez-tez ovqatlarni zakaz qilib tashladi, tez-tez zakazlarni berdim men ularga. Tez-tez zakazlarni olib kelib berdim. Xullas, ular Qirg'izistondan kelgan ekan. Xullas boya qilib qoldi. O'sha meni mehmonim bilan gaplashib qoldi o'sha yerda. Xullas, aytibdi, o'sha bar yopilgan. Ular razivniy pivo so'rab qoldi demanda. Men undan oldingi bitta mehmonga men отказ beraverdim-da, razivniy pivo so'raganda, "Yo'q, barimiz yopildi, 1000 bor uzr" deb, xullas yaxshi gap bilan tushuntira o'rganman. Bu mehmonga shtobi men tushuntira olmasligimni bildim, chunki lekin o'sha toshkentlik aka aytdi, "Ukam amallab bergan, shtobi xursand qiladi seni, shtobi chiviga namyoq qildi." Endi bilasiz, pul hammaga yoqadi. Men barga bordim. Xullas, barmen bilan iltimos qildim, xullas vaziyat tushuntirdim. Xo'p, hozir bu yerda bizning ozur vaqtimiz qoldi. Hozir davomini aytib beraman. 10 soniyadan kamroq vaqt qoldi bizda bu yerda. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 va mana o'zingiz ham ko'rishingiz mumkin. Bu ochgan сделкamiz ham muvaffaqiyatli yakunlandi. Xo'p, botga o'tamiz. Botdan signal olamiz. Sotib olishga 1 daqiqalik signal berdi botimiz. 1 daqiqaga to'g'rilab сделка ochdim. Xo'p. Hammasi chotki. Xullas, keyin men barmen bilan borib gaplashdim. Amallab barmenni ko'rindirdim, shtobi razivniy pivo qo'yib berishiga. 2 stakan razivniy pivo olib kelib berdim men odamga. Xullas, o'zi juda ham kech kelgan edi, soat 11 mi shunaqa edi. O'sha 11 da yopishimiz kerak kassamizni. Keyin aytibdi, o'sha menejer aytibdi, ratdan aloqaga chiqarib aytibdi, "Davay bo'ldi, hamma shotini olib kelsin." Bo'ldi, xo'p, men shotim olib keldim. Xullas, 800 ming mi shunaqa bo'ldi shot. Xullas, 100 dollar, yo'q, 800 ming emas, million bo'ldi. Milliondan oshdi, xullas 100 dollar plus minus. Xullas, 100 dollar beryapti-da. Xotin 100 dollar berdi menga. Xotin ham yaxshi ekan. Xotin 100 dollar berdi. Xullas, keyin
Hozir bu yerda vaqtimiz kam qoldi. Hozir davom etib beraman sizlarga yana. Xo'p, bu ochgan сделкamiz ham muvaffaqiyatli yakunlandi. Ko'rishingiz mumkin, 3 ta сделка ham muvaffaqiyatli, ya'ni foydaga yopilgan. Xo'p, botdan signal olamiz. Sotishga 2 daqiqa signal berdi. Vaqtga to'g'rilab сделка ochdim. Balansi 350 mingdan 860 mingga ko'tarib oldim. Va bizda bitta yakunlanmagan сделка bor. Xo'p, kuzatib turamiz. Xullas voqeaning davomiga kelsak, xullas $100 past $100 bo'lgan shot pastida u to'liq emas, misol uchun 1.250 ming adashmasam o'sha vaqtda kurs. Xullas $100 berdi, milliondan oshgan shotga xotini. Xullas orqadan bratan chiqyapti-da, 200 ming talik beryapti-da. Ukamma, adushi. Mashina xursand bo'lyapman. Endi pul hammaga yoqadi-ku, albatta, pul hammaga yoqadi. O'sha vaqtda atiga 400 ming so'm uchun juda ham xursand bo'lib ketganman. 400 ming oldim, $100 oldim. O'shani o'zida men pastda 500 ming choy qildim. Choy puli qildim 500 ming. Men xursand, vash ichimda xursand. Toshkentlik aka ham TV bergandi o'shanda. U ham, по-моему, 150 ming, 200 ming TV beradi u ham. Undan choy puli oldim. Xullas, mana shu o'rning o'zida 700 mingla men choy puli oldim-da. Boshqa mehmonlardan choy puli olgandim. Pasti milliondan ziyod $100lar o'shada choy puli qilganman-da. Men o'sha bir kun ichida $100 pasti ishlagandim. Juda ham xursand bo'lganman o'shanda. O'shanda bu birinchi kun bo'lgan. Juma shanba kuni zo'r bo'lib qolgan ishim. Birinchi o'sha juma kuni zo'r bo'ldi ishim. $100 pasti TV oldim. Shanba kuni endi shanba kunga bo'lgan voqealar esimda yo'q. O'sha shanba kuni ham undan ham ko'p TV qilganman. 1.5 milliondan ziyod choy puli qilganman o'shanda. Xullas 2 kunda men 2.5 million pulni ishlaganman o'sha vaqtlari. Juda ham zo'r bo'lardi ofitsiantligi ham. Juda ham qiziqarli, kollektiv ham juda ham zo'r bo'lgan. Xullas 17 yoshimda yaxshi pul ishlab yurgan vaqtlarim bo'lgan vaqtlari ham. Xo'p, bu yerda bizni 10 soniyadan kamroq vaqtimiz qoldi. Xo'p, 5 4 3 2 1 ko'rishingiz mumkin. Bu ochgan сделкamiz ham muvaffaqiyatli yakunlandi. Xo'p, botga o'tamiz. Botdan signal olamiz. Sotishga yana 1 daqiqalik signal berdi botimiz. 1 daqiqalik signal ochdim sotishga. Bular shunaqa gaplar 17 yoshda, to'g'ri. Endi kimdirlar o'qiydi, kimdirlar pul topadi. Men xullas uncha o'qishga emas, pulga qiziqqandim. Baribir o'zimga kerak bo'lgan narsalarni o'rganganman. Masalan, til o'rganganman, rus tili, ingliz tilida o'rganib olganman. Ko'proq pul topishga qiziqib ketganman men. Davlat imtihonlariga topshirishdan ko'ra o'sha 17 yoshimda shu zo'r bo'lgan voqealardan bittasi mana shu. 2 kunda 2.5 million pul ishlaganman o'sha vaqtlari. Xo'p, keyin menga Telegramdan juda ham ko'p savollar berishyapti. Bu Pocket Option litsenziyalanganmi? Albatta do'stlar, Pocket Optionda Mировой reytingda litsenziyalangan va dunyo bo'ylab 2.5 milliondan ziyod, adashmasam 2.5 milliondan ziyodroq edi. Men oxirgi marta ko'rgan vaqtim insonlar foydalanadi bu platformadan. Bemalol siz ham ishlatishingiz mumkin. Xo'p, bu yerda vaqtimiz kamroq qoldi. Savdoni davom ettiramiz va mana o'zingiz ham ko'rishingiz mumkin. Bu ochgan сделкamiz ham muvaffaqiyatli yakunlandi. 5 ta сделкаdan 5 tasi ham plusga ishladi. 350 ming balansdan 1.280 mingga 1.780 mingga ko'tardim balansni 350 ming so'mdan. Mana natijani ham o'zingiz ko'rdingiz. Hammasi juda oddiy. Bot to'liq analiz qilib signal beradi. Siz esa shunchaki signal bo'yicha сделка ochasiz. Bu botni men sizlarga bepul berib, noldan qanday ishlashini o'zim o'rgataman. Lekin sizlarga bitta kichik shartim bor. Har oy bot yordamida ishlagan pulingizdan atiga 20% ni menga berishingiz kerak bo'ladi. Telegramga havolani video ostida qoldirib ketaman. Botni olish uchun bemalol menga yozishingiz mumkin. Ko'rishguncha xayr.